Motorli qatnash vositasi qonunida cho'lponlar bilan oddiy fuqarolarga o'xshamaydigan tuzum qo'llanadi deydigan modda yo'q. Pravo olmoqchi bo'lsa, boshqalarga o'xshash o'chrat turish kerak. Nechta pastonlarni maydoniga kirgizdilar. Ular Vijay Kumarni hech nima o'ylamaydi ekan. Ularni to'sishga askarmi keldik dexe. Alayda cho'lpon Vijay Kumar bilan qatnash ishxonasi taftishi bo'lgan Umi Prakash Agarwal o'tirsizki to'qinish o'tirib chiqqan. Pravongiz yo'q, mashina haydasangiz bo'lmaydi. Mashinadan tushing. Vijay Kumar butun Hindiston xalqidan apo so'ramaydigan bo'lsa, biz uning filmini televizorda qo'ymaymiz. Kichkina Agarwal sizni yengalaydimi? Ha? Ya bu! Agarwal efendi, yangi cho'lpon bo'ldingiz. Ishni qaytadan boshlaymiz. Danglik shaxslarning qonunga ixloflik qilganini qancha qitim ko'rdik. She'r xat yozishni o'rganguncha har bir hikoya o'chini o'rlantirdi deydigan bir gap bor. Shunga she'r haqiqiy ahvolni aytmaguncha o'chining gapiga ishonib yuraveradigan gap. Uning gapini angladinglar? Endi mening gapimni anglab beqing.